savol. Ezoterika haqida yana gapirsam bo'ladimi? Biz ilk kirganda nimaga to'xtab qolaverardik? Siz og'zingiz yaxshilab eshiting. O'smir ongida yoki aytaylik siz ovozingiz past chiqadi. yoki o'sha bola ongida, o'smir ongida yoki yetuk inson ongi tafakkurida yashashi mumkin inson va bundan tashqari aytishadiki, yo'q, faqat inson bu 3 ta ongda emas, yana bir ong bor. Bu ong bosqichi avliyolar va payg'ambarlar ong bosqichi deb aytishadi va mutaxassislar, ba'zi mutaxassislar bu mavzu bilan bahslashishadi va aytishadiki, inson bu ongga yeta olmaydi. Ya'ni avliyolar va payg'ambarlar ongiga inson o'zini ustida ishlab, ongi bilan ishlab yetishi mumkin emas. Inson faqatgina o'sha sub shaxsiyat, yetuklik darajasigacha shaxsiy yetuklik darajasiga ko'tarila olishi mumkin, lekin avliyo darajasiga hech bir inson ko'tarila olmaydi. Nega unda bu bor degan savol tug'iladigan bo'lsa, inson yaratuvchi tomonidan avliyolar ongida, payg'ambarlar ongida tug'ilishi mumkin deb aytiladi. Va endi biz hammamiz avliyolar haqida, payg'ambarlar tarixi haqida ma'lumotlarga egamiz va o'sha payg'ambarlarni oldindan ko'ra bilishlari, bular hammasi hozir aytilayotgan o'sha intuitsiya, ya'ni 3-ko'z bilan bog'liq. Buni 6-sezgi ham deyishadi. Aytaylik, Muso alayhisalomni o'sha o'zlarini qavmlarini ogohlantirganlari yoki Lut alayhisalomni o'zlarini qavmlarini ogohlantirganlari, bunga og'ir balo kelishidan ogohlantirganligi. Lekin o'sha paytda qavm aytganki, "Xo'p, biz shu ishimizda davom etyapmiz. Seni bizdan nima farqing bor? Qani chaqir, o'sha baloni chaqir, balo kelsin" deb aytishgan. Ya'ni ularda qavm shunchalik zalolatga ketgan bo'lganki, bu shaxsiy degradatsiyalari, noinsoniy munosabatlari ilohiy jazo kelishiga sabab bo'lishini hattoki tasavvur ham qilishmagandi va buni tasavvur qila olish, aytaylik, inson bir ishni bajarayotganda shu ishim xato ketdi va albatta biz hozir juda ham ko'pchiligimiz bilamiz, koinotda balans qonuni borligi va bu qilgan xato harakatlarimiz o'zimizga qaytishi mumkinligini va o'shanga qaysidir ma'noda tayyorgarlik ham ko'rib qo'yamiz. Ya'ni bu ham bizni aslida o'sha ichki sezgimiz, ichki intuitsiyamizni ishlab turishida. Demak, men shu harakatni qildimmi, bunga albatta javob beraman deb qayerdadir bizga javob borligini his qilish ham insonning ichki intuitsiyasi. Va yana buni qanday aytish mumkinki, az fikrlarimni jamlab olgunimgacha latofat davom ettirib turingchi. Demak, biz bu yerda hozir jamlanib turganimiz ezoterika yaxshi, boshqa hamma bilimlar yolg'on deyishdan biz yiroqmiz, yoki mana bu bilim yaxshi-yu, ezoterika yomon deyishdan ham yiroqmiz. Buni shunaqa his qildirmoqchimizki, hayotni har bir kishi har xil anglaydi-da. Kimdir ezoterika orqali hayotni anglaydi. Mana misol uchun Durdona asalim uni birdan yerga ulab, nima deydi? Yonimizga yaqinroq kelasiz. Durdona uni mana shu nima deydi? SMM tomonidan, ya'ni texnikalar orqali yerga ulab beradilar. Kimdir qanaqa talqinda, meni o'zim qanaqa talqinda ulash yo'liga o'tganman. Men faqat nomlar ligini bildimda, hammasi nomlar har xilligini bildim. Sababi meni ismim, bularning ismi har xil bo'lgani kabi bizani mana shu hayotga beradigan quvvatimiz, energiyamiz, hayotga tilaydigan baxtimizni faqat nomi farq qiladi. Shundaqa demoqchimanki, ezoterikaga nisbatan insonlarda qo'rquv juda ham kuchli-da. Insonlar ezoterika aslida qanaqa shaffof energiya, shaffof bilim, energiya deb nima qilib ketmay, shaffof bilim ekanligini, aslida u nimani targ'ib qiladi, aslida maqsadi nima? Katta qo'rquvlar bor-da, qizlar, shularga javob berishlaringlarni xohlayman. Ezoterikaga kirgan ayol albatta oilasi buzilib ketishi kerak. ezoterikaga kirgan ayol shunaqa etapga kelib qoladiki, u o'zi o'zini ongi shunaqa yetuklashib ketganidan keyin mana yerda yashaydigan erkaklar, ayollar bilan yer ongidagi shunaqa
nima buzib tashlashganda ezoterikani yer ongida yashaydigan insonlar bilan gaplasha olmay qoladi, ularga masalasini hal qila olmay qoladi va u faqat yolg'iz yashash kerak. Aslida unaqa emas-ku. Unaqa shunchaki ezoterika nima? Qaranglar qizlar, ezoterika ham hayotni nomlash uchun u ham bitta talqin. Uni terminlari bor, biroz mana gapirishadi. Uni mana shu parapsixologiyada haqiqiy nomlari bor-da. Lekin durdona ham xuddi shu energiyani yerga tarqatayotgan bo'lishlari mumkin, no ularda nomi boshqacha. Ya'ni bu Instagram, Telegram nima misol qilyapman-da. Media orqali nimadir deb nomlaysizda siz uni. Sizda nomi shunaqa. Aslida hammasi shaffof va hammasi toza. Ana endi intuitsiyaga keladigan bo'lsak, intuitsiyani ham, uni ham har xil talqini bor. Mana talqin qilyaptilar, haqiqatdan ham sof talqinda bu. O'sha agar haqiqatda intuitsiya bo'lmasa, ichki sezgi bo'lmasa, avliyolar nima uchun bo'lgan, nima uchun yaralgan, mavjud bo'lgan. Yana bitta bahosi bor buni, yana bir talqini bor-da, meni nomimda. Men shu haqida o'ylaymanki, intuitsiya haqiqatdan eshitamiz, qalbimiz, yuragimiz his qiladi. Bu qachon o'zini boshidan eshitadigan ayollar bo'ladi-ku, shaffof, beg'ubor. Bunaqa bitta qo'rquvga men aytib berganman-ku, 4 yil qo'rquvda yurganman, hech kim eshitmaganman, hech narsa qilmaganman deganman-ku. Shunaqa paytida qo'rquvda yurasiz, hech narsani eshitmaysiz. Na intuitsiya kelganini itarasiz. No, ana bularga o'xshab qalbi ochiq, shaffof ayollar o'sha his qilishaveradi-da, ularga keladi, eshitadi. Robbim, men senga ishonaman. Sen faqat shaffof energiya berasan. Ammo qo'rquvga ishonib yurgan vaqtimda nima derdim? Faqat qo'rquvim haqiqat. Boshqa hech narsani eshitish xohlamayman, hamma narsa yolg'on. Shunda ezoterika demoqchimisiz? Shaffof beradiganlar hammasi. Yo'q, men hozir gapimni nima qilay? Nuqtaga qiziqda. Azvoy bo'lish kerak podkastda. Bo'ldi. Eshitib turibmiz, tushib ketishimiz kerak. Malatsi. Demak, intuitsiya qarang, o'zini eshitgan sari rivojlanadi. Kimdadir bu o'sha beg'ubor bolachaligidan yopiq emas, ochiq bo'ladi. Siz aytdingiz 12 yoshimdan. Yana intuitsiyani yana bir holati, bilasizmi? Kasbiy intuitsiyani sezib qolganman. Kasbiy. Mana sizga intuitsiyangiz shunaqa ochilib ketadi. Uje uni bizning ming intuitsiyamiz ochiq bo'lgani bilan bu biz bilmaymiz uni. No, kasbiy intuitsiya sizda shunaqa ochiqki, siz uje nafasi kelgandan hozir nima qilish kerakligini bilasiz. Bo'ldi. Bizda 10 minut bo'ldi-da. Podkastimiz bizda podkastlar qisqa ham qiziq bo'lish kerak. Bo'ldi, хорошо. Narsa bo'lmadi. Erishdikmi shu narsaga? Ancha narsa zo'r. Yaxshi. Da, endi savol. Ezoterika haqida yana gapirsam bo'ladimi? Biz kirganda nimaga to'xtab qolaverardik? To'xtamaydi. To'xtamayaptimi? Yo'q, to'xtam, bo'ldi hozir. Nimasi yakuni? Bo'ldi, yakuniga kelib oling. Aytmoqchimanki, aslida ezoterika siz qo'rqadigan narsa emas. Qani eshitishda davom etamiz. Siz bitta savol Bering. Mana Shahnozachi, Shahnoza pammisi, Shahnoza deyman. SMMchi beraman. SMMchi qo'rqib ketadi. Bular boshqa narsa beryapti. Ezoterika qaytib ketadi. Durdona opa, cho'ta gaplari boshqacha. Men uyimdagilar eshitib qolsa, noto'g'ri tushunishadi deydi ko'pchilik. Boshqa SMMchilar o'zlari ham topganlar, qadriyatlari to'g'ri kelmaydi. Chunki dinda boshqa ikkalasi ham o'zi bitta anaqaga olib boradi. Bitta maqsad, bitta yo'l. Lekin nimagadir olib borishi mumkin. Olib borishi nima olib boradi deb o'ylar ekanman. Hozir tushuntirib beraman shuni. Endi siz o'zingiz tomoningizdan sizga kelyapti har xil odamlar, qo'rquv bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Ezoterikani ozgina chuqurroq tushuntirib bering. Bo'ldi. Taqosizdan bo'ladi. Ezoterika bu aslida ichki tarafini o'rganiladigan fan ham desak bo'ladi, lekin bu hali o'rganilmaganligi uchun uni chetlab o'tishga harakat qilinadi. Lekin masalan tashqi olam bor, ichki olam bor deydigan bo'lsak, ezoterika mohiyatni o'rganadigan fan aslida. Lekin bu narsa meni shu talqinim qayerdadir kitoblarda yozilgan, lekin qayerdadir tan olinmasdan hali ham o'sha soha vakillari o'rtasida umuman sohaga taalluqli bo'lmagan insonlar ham bir-biri bilan bu narsani muhokamasini qilishadi. Meni shaxsiy o'zimning fikrim bu ichki mohiyatni o'rganadigan ilm hisoblanadi. Lekin ehtiyot bo'lish kerak, chunki ana
mana u bitta eshik bor bo'lardi-ku multfilmlarda ertaklarda bolaligimizda mana bu eshikka kirma, mana bu eshikka kirsang ehtiyot bo'lgin, kirma degan joyga kirma degan narsalar bo'lardi-ku. Shuning uchun har kim uchun emas ezoterika. O'zini mutaxassislari bo'ladi, ezoterikani o'zini o'sha yo'ldan ketuvchilari bo'ladi, lekin insoniyatga ezoterikani foydasi juda ham ko'p bo'lgan shu paytgacha ham va mana endi bu narsa juda ham kuchaygan holatda davom etadi. Shuning uchun ezoterikadan qo'rqish kerak emas. Qo'rqyapsizmi, nimadandir qo'rqyapsizmi? Bu sizning ichki qo'rquvingiz xolos bo'lishi mumkin. U aslida asl voqelikda ezoterika siz o'ylaganchalik qo'rqinchli bo'lmasligi mumkin. Bu degani siz o'zingizni qo'rquvingiz bilan ishlab sohani nima ekanligini yaxshi o'rganish kerak degan. Agar istasangiz, agar sizda shunga qiziqish bo'lsa, chunki insonda bilimsizlikdan, ya'ni bilmaganlikdan qo'rquv bor. Lekin u ravshanroq, aniqroq ko'ringan narsadan qo'rqmaydi. Agarki o'sha ongi shu narsaga tayyor bo'lsa. Shuning uchun ezoterika bu, yana takrorlab aytib, xotima o'rnida aytmoqchiman, bu ichki mohiyatni o'rganadi, hamma narsani va har bir jarayonlarning ichki tarafini o'rganadigan ilm hisoblanadi. Shu tomonlama bu u tomon, ya'ni qo'rqinchli ham emas, juda bir nima desamkin, xursandchilik beradigan narsa ham emas. Bu shunchaki ilm, buni o'zini egalari bor, o'zini davomchilari bor va odamlarga o'ziga yarasha foyda berib kelyapti. Oldingi davrlardan, ya'ni azallardan ezoterika o'zini xizmatini qilib kelyapti. Har bir ayolning ichida ezoterik bilim bor. Ezoterika har bir ayolning ichida bo'ladi. Erkaklarda men unaqa ilmni juda ham kam ko'raman, chunki erkak kishini tabiatida, ya'ni erkak kishini fiziologiyasida ezoterikaga yaqin xususiyatlar kam, lekin shunday bo'lsa ham erkak ezoteriklar ham bor hayotimizda. Yana kimda qanaqa fikr bor? Sizlarga savol bersam mumkinmi? Shunaqa savol keldi. Mana ezoterika aytyapsiz-ku, buni o'zini insonlari bor, o'zi yoqtirmagan insonlar ezoterikani, og'rig'i ko'tarilib ketgan insonlar yomon nomlab qo'yishganda aslida. Lekin aslida mana kimdir aytdik-ku, bu orqali o'rganadi, kimdir bular orqali o'rganadi. Dilfuza opamga savol. Me'yor haqida, mana agar mana shu ezoterikada, sufiylikda ichiga inson o'sib ketib qolsa-da, uni hayot bilan bog'lolmay qolsa, shunga qanaqa sizda yechimlar bor? Chunki bizda bunaqa ayollarimiz ko'p-da. Bu holatda qanaqa yo'l tutish kerak va yechimlar haqida Zo'r savol. Endi o'zi bu savollarni hammasiga javob berish uchun ezoterika nima deb yana boshidan boshlashimiz kerak-da. Ezoterika fan emas, ezoterika hech qayerda fan sifatida tan olinmagan va ezoterika fan emas. Fan bo'lish uchun, masalan, siz matematikani bilasiz, ona tili adabiyotni bilasiz, fanlarni bilasiz. Fan bo'lishi uchun fanda predmetlari bo'lishi kerak. Yo'q, ezoterikada hech qanaqa fan predmetlari yo'q. Ezoterika bu ruhiy, falsafiy ta'limot. Va ezoterika haqidagi salbiy qarashlar, odamlarni ezoterikani sharlatanlik deb bilishi, ezoterika odamni dindan chiqarib yuboradi deyishi nima uchun paydo bo'lganki, ezoterika bu ruhiy, falsafiy ta'limot. Ezoterika hech kimni hech narsaga majbur qilmaydi va hech narsani targ'ib ham qilmaydi ezoterika. Ezoterika ta'limot. Va nega bu paydo bo'ldiki? Odamlarda noxush narsa paydo bo'ldiki, chunki bugun jamiyatda ezoterik romantizm paydo bo'ldi-da. O'sha ezoterika kurslarida o'qiganlar yoki psixologiya kurslarida o'qiganlar, parapsixologiya kurslarida o'qiganlar, qalbshunos sifatida, psixolog sifatida ezoterikani fan sifatida ma'lum bir metodikalarga joylashtirgan holatda odamlarga o'rgatishga harakat qilishyapti. Lekin ezoterikada hech qanaqa metodika yo'q. Ezoterika bu ta'limot. U yaraldi va ta'limot sifatida hali ham davom etyapti va uni talqin qilish mumkin. Lekin ezoterikada mana bu narsa isbotlangan. Ezoterika hech narsani rad etmaydi. Ezoterika hech narsani isbotlamaydi.
u mavjud. Ezoterika hech kimni chaqirmaydi ham, hech kimni haydamaydi ham. o'zi mavjudligi. Va endi savolingizga keladigan bo'lsak, nima qilish kerak dedingizmi ezoterika? Ha, qanaqa yengil, osonroq yechim bera olasiz? Endi ezoterikani yana bir tomoni, nimaga doimo ezoterikada diniy qarshiliklar bo'laveradi? Nega ezoterika doimo din bilan qarshi qo'yilaveradi? Barcha ezoterikaga nisbatan salbiy fikrlar o'sha diniy qarama-qarshilikdan kelib chiqadi-da. Sababi psixologiya ham, barcha dinlar ham, ezoterika ham insonni ruhiyati bilan bog'liq. Masalan aytaylik, dinlar ma'lum bir jamiyat uchun umumiy odob axloq normalari. Umumiy odob axloq nimasi bo'ladigan bo'lsa, nima deymiz buni endi? Umumiy odob axloq Normalari deb tizim deb qo'ya qolaylik rostdan ham. Deydigan bo'lsak, din demak jamiyat uchun ma'lum bir odob axloq qoidalari. O'sha jamiyatda, o'sha davrda kerak o'sha qoida. Bu ma'lum bir davr uchunda, chunki kimnidir diniy e'tiqodi boshqa, yana kimnikidir boshqa. Endi qonunlar ham bor. Bu qonunlar hamma uchun nima va qonunlar ma'lum bir jamiyat uchun mustahkamlangan, aniq bajarilishi shart bo'lgan, bajarilmasa jazosi muqarrar bo'lgan bir to'plam, qonunlar to'plami. Ezoterika mana shu diniy qoidalarni ham, qonunlarni ham ichki ruhiyatini o'rganadi va ezoterikani o'zi ma'nosi ham ichkin, ya'ni ichki o'rganish deganida bu. Ya'ni qanaqa? Ma'lum bir dinga e'tiqod qilayotgan odamlarni o'sha diniy munosabatidagi ruhiy ichki holatini o'rganish bu ezoterika. Masalan, bir inson bugun o'tirib, bugun bir xato ish qildim, juda xato ish qildim. Bu xatoyim uchun men Allohdan kechirim so'rashim kerak, yaratuvchidan kechirim so'rashim kerak deb o'ylayotgan bo'lsa, xuddi o'sha joyda u ezoterikaga ham aloqadordi. Ezoterika aytadiki, seni ota-onang xato qilganingda hamisha kechirgan. To'g'ri, ota-onang seni koyigan bo'lishi mumkin, bu xatoni boshqa takrorlama degan bo'lishi mumkin, lekin ota-onang baribir seni kechirgan. Ota-ona hech qachon mana bu bolam muvaffaqiyatli, juda ham yaxshi boy, men shu bolamni yaxshi ko'raman, men bu bolamni ishi yurishmadi